Xo'p, kontur uchun kompyuter kerak. Vo, topdim. Narxi zo'r ekan-ku. Qani telefon qilib ko'ramiz. Aka $290 kompyuter qo'yib qo'yibsizlar. Konturda qotmaydimi? Aka, moshni shunaqa mazza qilib o'ynaysiz, uchadi aka. Bugun ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ldi, qayerga borish kerak aka? Qayerga boring? Kelyaptim bu. Sizga kompyuter kerakmidi? Ha. Menga qaramang. Nech pullikdan kerak edi sizga? $290. Hozir olib kelaman. Mana kompyuteringiz. Yengim bu? Ha, yangi olib qo'yavering. Puli qani? Mana. Hozirda chop kelaman. 1 hour later. Kelmasa kerak menimcha. Mayli, kompyuter yaxshi bo'lsa bo'ldi. Ana, hammasi tayyor. Endi mazza qilib o'ynasam bo'ladi. Qotyapti bu kompyuter. Tushunmadim. Телефон абонента выключен или на... Telefonni o'chirib beryapti. Aldab ketdimikin men? Afsuski bunday holatlar ko'p uchrab turadi. Tushunarsiz joydan, tushunarsiz odamdan kompyuter xarid qilasiz. Endi mazza qilib o'ynayman deganingizda Shuncha qilganimni ko'rdingmi? umuman siz o'ylamagan narsa sodir bo'ladi. Maslahatim, kompyuter xarid qilayotganda nima uchun olayotganingizni aniq bilib oling va kompyuter tushunadigan odamdan uyalmasdan maslahat so'rang. Boshqa bunaqa holatga tushib qolmasligingiz uchun mazza qilib kes o'ynayman desangiz, siz uchun ideal narxda ideal kompyuter tayyorlab qo'ydim. Bu kompyuterimizni visokiy katsida 150-180 FPS beradi. Qotmasdan mazza qilib o'ynaysiz. Narxi $390. Bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Bunaqasi faqat iCom'da